Va'da qilganimdek, shu go'zal libosimni yubka qismini bichishni o'rganamiz. Yubka qismiga umumiy hisobda 6 metr shifon, 3 metr astarli mato kerak bo'ladi. Tushunarli bo'lishi uchun men 3 metrdan qilib bo'lib oldim, ikkiga buklab, enini o'lchadim, 147 sm chiqdi va diametr bo'ylab 147 sm kesib, etak qismini kesib olamiz. Bel qismini hali kesmaymiz, kesmasdan turib plishirovka yoki krish qilishga jo'natamiz. Har doim kromkani olib tashlayman, sababi kromka bilan liboslar juda ham sifatsiz chiqadi. Mana shu bo'lakdan ikkita bo'lak bichib oldim va krish qildirdim. Krishni kimda qildirishimni Reels opisaniyasida yozib qoldiraman. Kelgandan keyin tekis qilib taxlab olamiz va mana shunday tegi notekis chiqadi. Eng kalta joyini o'lchab tekislab olamiz. Etak qismini tegidan chiqqan bo'laklarni esa hech qachon tashlab yuborishga shoshilmang. Bu bo'laklardan chiroyli gullar yasab, kuydirib, liboslarni, kostyumlarni bezatsak bo'ladi. Ko'ylak qismini ham aynan shu gullar bilan bezatganman. Pastdan tepaga yubka uzunligi va unga chok haqi qo'shib kesib olamiz. Tekis bo'lishi shart. Ikkinchi bo'lakni ham xuddi shunday kesib, yonlarini tekisligini tekshiramiz. Astar qismini endi bichamiz. Burchakdan belni belgilab olish uchun bel aylanani 3 ga bo'lib chiqqan masofani yurdim. Undan pastga esa yubka uzunligini mana yozilgandek qilib yurib olamiz. Endi esa burchakdan etak uzunligigacha umumiy necha santimetr chiqsa, diametr bo'ylab ana shu masofani mana teng qilib yurib olamiz. Hali belni kesganim yo'q. Chizib bo'lgandan keyin etagini va belini kesib olamiz. Shifonni belini burmaga yig'ib, mana shunga baravar qilib olamiz va beliga poyez tikiladi. Yubkani tikilishi ham qiziq bo'lsa, menga obuna bo'ling va kommentariyada fikringizni yozib qoldiring. Yurakchani ham unutmang.